Undaq qazanğa mundaq çömüç. Abdori doktor Məmtimin. Həmmimizning xəbər bolğandak 2 ayning 8 kuni ijtimoiy taratqularda Abdurahim Hayitning Xitoy turmusida şehit qilinganligi xəbər tarqalgandan keyin oradan 24 soat vaqt o'tmayla Turkiya hökuməti Uyg'urlar masalasi va lager to'g'risida Xitoy hökumətinə ayıplab 2009 yildagi Ürümçi qirg'inchiligidan buyanqi eng keskin bir bayonot e'lon qildi. Turkiya hökumətining bu keskin pozitsiyasidan qattiq rohatsizlangan Xitoy hökuməti oradan yana 24 soat vaqt o'tmayla Abdurahim Hayitni ekran oldiga o'ltirg'izib, uni so'zlatib va uning so'zini turkcha, inglizchaga tarjima qilib tarqatdi. Abdurahim Hayitning hayot ekanligi to'g'risidagi u qisqa filmni ko'rgan ba'zi qarindoshlar filmning rost yolg'onligi to'g'risida talash tartish qilishsa, yana ba'zi qarindoshlar Xitoy hukumatining o'zlarini yolg'onchi chiqarishidan andish qilib, Abdurahim Hayitning o'lim xabarini tarqatganlarni ayblashib, o'zaro toptani qilishmoqda edi. Dal mush paytda Finlandiyadagi qarindishimiz Xalmurat undaq qazanğa mundaq cho'mish deb Me Too Uyg'ur, ya'ni Menmi Uyg'ur harakatini boshladi. To'g'ri. Undaq qazanğa mundaq cho'mich. Bu ota-bobolarimiz uzundan beri qo'llanib kelgan oddiy bir maqol tamsil bo'lib, qarindishimiz Xalmurat bu oddiy maqol tamsilni noiti joyida va dal vaqtida ishiltib, ijtimoiy taratqularda Menmi Uyg'ur harakatini boshladi. Qarindishimiz Xalmuratning bu oqilani chaqirqi sababidan oldi bilan nima qilishini bilolmay qolgan ko'plagan qarindoshlar darhol harakatga kelib, qilish eng oson bo'lgan, ko'p narsa talab qilmaydigan, hech qanday andisha va qo'rqish keltirib chiqarmaydigan, ya'ni eng oz dasmi ketadigan bu yiqimliq oddiy so'zni ijtimoiy taratqularda tarqitishga boshladi. Bu oqilani chaqiriq nurg'un qarindoshlarimizni o'zaro toptani qilishdan qutuldirdi. Natijada bu harakat boshlanib 24 soat ichida uning unumi ko'rilishga boshladi. Bugun bu harakat boshlanib qisqagina 96 soat ichida xalqarodagi har xil cho'ng-kichik axborotlarda bu harakat to'g'risida 100 dan ortiq xabar chiqqanligi ma'lum bo'lmoqda. Napoleon Hill mundaq degan ekan: agar siz buyuk ishlarni qilolmasangiz, kichik ishlarni buyuk qiling. Men garchi biror siyosiy tashkilotning a'zosi va yoki aktiv faoliyat olib berayotgan bir faoliyatchi bo'lmasammi, biroq bo'layotgan da'voni izchil kuzatib va uningga ko'ngil bo'lib kelayotgan birisi bo'lish sifatim bilan shuni kesib aytamanki, bu kichikkina harakatning unumi alohida yuqori bo'ldi. Rost gapni qilsam, men bu harakatning bundaq qisqa vaqt ichida bundaq zo'r ta'sir qo'zg'aydiganligini tasavvur qilmagan ekanman. Lager masalasi o'ttirg'i chiqqan 2 yil ichida vatan sirtida yashayotgan qarindoshlar ichida misli ko'rilmagan bir uyg'onish bo'lib, uzundan beri davom qilib kelayotgan da'voda zo'r yangiliklar va o'zgarishlar maydonga keldi. Ba'zilar guvohlik berish harakatini qo'zg'agan bo'lsa, yana ba'zilar oliy maktab va masjidlarda leksiya so'zlab, xalqimiz vatanda duch kelayotgan ig'ir fojialar to'g'risida tashviqotni kuchaytdi. Namoyishlarning shakli, ko'lami va sonidimi ba'zi yangiliklar dunyoga keldi.
vatan davası üçün tirishchanlik ko'rsatayotganlar kun sayin ko'paydi. Dava sepi kun sayin cho'ngaydi. Bularning hammasi yaqinqi bir yildan ortiq vaqt ichida yuz bergan yangilik va davoda qo'lga keltirilgan natijalar bo'lib, agar biz ularning hammasiga ayrim bir harakat qatorida qaraydigan bo'lsak, ularning hech biri bu qitimqi bu harakatga o'xshash qisqa vaqt ichida undaq cho'ng ta'sir qo'zg'amagan edi. Albatta, men bu yerda bu harakatni maqtash orqali boshqa harakatlarni inkor qilmoqchi emasman. Men bu yerda faqatla yangi ideyaning yangilik yaratishda naqadar muhim ekanligini o'ttirg'a qo'yib o'tmoqchiman. Theodore Levitt mundaq degan ekan: yangi ideya, yangi ishlarni o'ylash demak, yangilik yaratish, yangi ishlarni qilish demak. Mening Amerikadagi 20 yillik hayotim ilmiy tadqiqot bilan o'tdi. Bu 20 yillik ilmiy tadqiqot hayotimda men tunib yetgan eng muhim bo'lgan bir narsa yangi ideyaning naqadar muhimligi bo'ldi. Biz burundan muhim deb qarab kelgan narsa tajriba va yoki tajriba saboq bo'lib, uzundan buyon biz uning muhimligini izchil turda ta'kidlab kelgan. Xuddi 9 o'lchab bir kas degandek, tajriba saboqlarni yakunlab, ishni puxta qilishga alohida ahamiyat berdik. Tajriba saboqlarni egallash, tajribasi mo'l insonlarning fikriga hurmat qilish haqiqatan muhim. Tajribali kishilar ishlarning olg'a ilgirilishi, uning puxta va muvaffaqiyatli bo'lishining kapolati. Biroq, agar faqat tajriba bo'lib, yangi ideya bo'lmasa, hargiz yangilik bo'lmaydi. Tajribali kishilar agar yangi ideyalarni o'zliksiz qabul qilmasa, ishlar u burun egillagan tajribalarning yetakchiligi bilan o'ngishliq yurishishi mumkin. Biroq, alohida yangi o'zgarish bo'lishi notayin. Yangi ideya har zaman davrga moslashgan yangi yoshlardan keladi. Dunyoda muvaffaqiyat qozongan olimlar dal shu yosh doktor ashtalarning yangi ideyasi tufaylidan o'zlarini o'zliksiz taraqqiy qildira oladi. George Cantor mundaq degan ekan: buyuk yangilik faqat insonlar ishlarni farqli usulda qilishdan qo'rqmaganda dunyoga keladi. Oxirida Xalmurod qarindishimizning aqliga barakalla aytish bilan birga texmi ko'p yoshlarning da'vo sepiga qaytilishini, da'voda tajribasi bor qarindoshlarning yoshlardan o'zliksiz yangi ideyalarni qabul qilib, o'zaro hamkorlik va o'zaro to'liqlash muhitini barpo qilishini umid qilaman. 2019 yil 2 oyning 15 kuni New York.